At-tajir saduq. Mana shu iborani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ishlatganlar. At-tajir saduq yoki boshqa bir hadisda at-tajir saduqul amin. Ya'ni rostgo'y, omonatdor savdogar. Bilasizmi bunga qancha maqom, darajat va'da qilindi? Imom Daylami rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu dan aytiladi. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday deb marhamat qildilar. At-tajiru saduqu tahta zilli arshi yawmal qiyamati. Rostgo'y savdogar qiyomat qoyim bo'lganda arshning soyasidan joy olar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda azizlar bir tangachalik soyaga muhtoj bo'lib ketamiz. Quyosh ikki nayza kelib turgan bir holatda qani endi ozgina bir soya bo'lsa-yu rohat topsa. Mana shunday paytda Allohning arshini soyasidan boshqa soya bo'lmas ekan. Allohning arshini soyasidan joy olish imkoniyatini rostgo'y savdogarga va'da qilindi. Yana bir hadisda Imom Termiziydan rivoyat qilingan sahih hadisda Rasulimiz alayhisolatu vasallam at-tajiru saduqul amin, omonatdor, rostgo'y savdogar qiyomatda nabiylar, shuhadolar va siddiqlar bilan birga bo'ladi deb aytdilar. Aziz savdogar akalarimiz, ukalarimiz, birodarlarimiz, qiyomatda Allohning arshini soyasidan joy olishni xohlaysizmi? Qiyomatda siddiqlar, anbiyolar, shahidlar bilan birga bo'lishni xohlaysizmi? Alloh sizga bu imkoniyatni beribdi, sizga ilhom beribdi, imkoniyat yaratib savdogar qilibdi. Agar siz o'sha aytgan at-tajir saduqul amin sifatidagi savdogar bo'lsangiz, mana shu imkoniyatni bu dunyoda o'zida topib olasiz. Arshning soyasidan joy olish, siddiqlar va anbiyolar va shuhadolar bilan birga bo'lish imkoniyati rostgo'y, omonatdor savdogarda bo'ladi. Rostgo'y, omonatdor savdogar kim? U eng birinchi rostgo'y bo'ladi, yolg'on gapirmaydi. Hech narsada yolg'on gapirmaydi. Na savdosida, na boshqasida. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarda aytadilarki, as-sidq yahdi ilal bir val bir yahdi ilal jannat deydilar. Rostgo'ylik insonlarni birga, yaxshilikka yetaklaydi, bir esa jannatga yetaklaydi deb aytadilar. Val kizib, yolg'onchilik esa yahdi ilal fujur, fujurga yetaklaydi. Fujur